Dersimiz kelsak, darsimizninki 5-chi alomat belgisi o'zligidan ishish va o'zligidan kimish belgisi. Bu bir qadar bu intayin oson ishlatish qulaylik, ammo buni damaliqqa tushunish bir qadar tez bo'lgan bir mazmundan birisi. Yana buniki bir xil alomat belgisining ikki xil kelish belgisi bor, kelish usuli bor. Yana o'zgarish miqdorining oldida kelish yoki o'zgarish miqdorining keyinda kelish aloqador ikki tal. Ama bu ikki tal mazmunni tushunib o'tsak, bu mazmun tugaydi. Jiq gap yo'q. Men bu yerga bir tal yangi batni birini quray. PHP file. Biz mealni tushuntirib o'tmadik. Zen Student'ga ikkinchi qismi kelgan vaqtida men tafsil tushuntirib o'tiray. Hozir faqat PHP file, ya'ni hujjatni birini qo'ysam bo'ldi. Xolos. Bo'ldi. Unda bo'lsa yana oldingisini kimish va oldingisiniki ish. Yana mana jaja ya'ni qo'shish bilan ilish. Mana ikki xil. Yani biz oldida qo'shish amali bilan ilish amali o'rgangan, ammo bundaq qo'shish ilish amallarini o'rganmagan. Ya'ni buni biz odatda o'zligidan ishish, qo'shish kelsa o'zligidan ishish, ilish kelsa o'zligini kimish deb ataymiz. Buniki bundaq ikki xil kelish usuli bor. Ya'ni birinchisi bo'lsa o'zgarish miqdoriniki oldida kelish usuli. O'zgarish miqdoriniki oldida kelish usuli. Ikkinchi xil bo'lsa o'zgarish miqdoriniki keyinda kelish usuli. Keyingi kelish usuli. Endi oldingi kelish usuli bilan keyingi kelgan vaqtida o'xshashmaydi. Ya'ni o'xshashmaydi. Bu qanday deganda, masalan, men shuni bir o'zgarish miqdori oldidan o'zgarish miqdor b deganimizga men 8 degan qiymatni berib qo'yay. Undan keyin o'zgarish miqdor c deganimga o'zgarish miqdor b ninki o'zligini kelmagan altini berib qo'yay. Bu deganimiz tang bo'ldi. Buni men bisib chiqaray. Bu saqladim. Control S'dan saqlab etdim. Endi ijro qildim. Biz yuzgarani 9. Endi bu hisoblash jarayoni qanday degan hisoblash jarayoni bundaq. O'sha oldida kelgan vaqtida, yana birinchi xil kelish usulida oldida kelganda. Mana shuni background diqqat qilsangiz izlibsizlar. Oldida kelganda avval qanday qildi desa qo'shish amalini bijirdi. Tunchi qitimda qo'shish amalini bijirdi. Qo'shishni bijirgan vaqtida qanday qildi desa, asli b'ning qiymati o'zgarishda b'ning qiymati 8 da, qo'shish amalini bijirdi 9 bo'ldi. Demaklik b'ning qiymati 9 bo'ldi demaklik. Bu yerda biz bo'pti a'ning qiymatini chiqaribmiz. Men o'zgarish miqdor b'ning qiymatini chiqaray. Hadi bir tal qurtashlashdi. Qilay. Bunu kirib o'taylik. 9. Demaklik oldi bilan qo'shish amalini bijirdi. Qo'shish amalini bijirib qiymatni b'ning qo'shish amalini bijirganda yana o'zgarish miqdor b'ga birni qitib berdi. Ya'ni birni qitish amalini bijirdi. O'zligidan birni qatudi. Qo'sh kelganda ya'ni o'zligidan birni qatudi degan ma'noda. O'zligi birni qitib berdi. Undan keyin bu qitib bergan bu qiymatni mush qiymatni o'zgarish miqdor sig'i yo'llaydi. Demaklik boshda qatudi, undan keyin qitib olgandan keyingi qiymatni yo'llaydi desak bo'ladi. Demaklik o'zining qiymatini o'zgartiradi, miqdorining qiymatini o'zgartiradi. Ikkinchisi bo'lsa keyingi kelish. Ikkinchisi bo'lsa keyingi kelish. Keyingi kelish deganda miqdorning keyingi kelishini ko'rsatadi. Bu xil usulda qandoq deganda men bu yerdagi kat deganda kesib bilish, kesib olmaymiz, ko'paytirib olay, ya.
Men keyingi kelganda qandaq bo'ldi? Buning natijasini bir ko'rib o'taylik. Demakchilik, endi boya bir qitim 99910 deb chiqib, buniki qiymatini qaytib o'taylik. Bu yerda buning qiymati hozir necha deganda ikkilisining qiymati hozir 9 lab bo'ldi. Demakchilik o'zgarish miqdor b bilan o'zgarish miqdor c ning qiymati ikkilisining qiymati 9 lab bo'ldi. Endi bu yerga kelgan vaqtida, keyingi kelgan vaqtida aslida o'zgarish miqdor c ning qiymati 9. Boya 1 ni qisib berdik, shu 9 ayni. Aslida o'zgarish miqdor c ning qiymati 9. O'zgarish miqdor b ning qiymati 9. Asli qiymat to'g'ri tushuninglar, keyingi kelganda. Endi keyingi kelgan vaqtida avval qiymatni yo'l o'tida. B ning qiymati necha bo'lsa, o'zining qiymatini yo'l o'tida. Demak, shunday b ning qiymati 9 ta, bu 9 ta siga yo'lab berganda, ya'ni c ning qiymati bo'lsa, c ning qiymati 9 bo'ldi. 9 bo'laverdi. Demakchilik, birinchi qitimda qiymatni yo'llaydi, ikkinchi qitimda qo'shamini mashhurdi. Unda esa bu qiymat 9 ta, 1 ni qitib bersa 10 bo'ldi. Demakchilik, b ning qiymati bo'lganda anda b ning qiymati bo'lgan vaqtida uning qiymati 10 bo'ldi. Dastlabida qiymatni yo'llab, keyin qo'shamini bujurdi. Buningki mushqa ikki xil kelish usuli bor. Ikki xil, birinchisi oldi kelish, ikkinchisi keyingi kelish. Oldi kelgan vaqtida, mana shunday oldi kelgan vaqtida avval qo'shamini bujurdi. Ondan qiymatni yo'llaydi. Keyingi kelgan vaqtida avval qiymatni yo'llaydi, undan keyin qo'shamini bujurdi. Qo'sham demakchilik, avval qiymatni yo'llasa, masalan, masalan, shuni qiymat necha bo'lsa, buni qiymati shu. Ammo bu keyin o'ziga birini qilib turdi, bu b ning qiymati birini oshirdi degan ma'noda. Demakchilik, oldida eshish yoki oldi kelsa yoki keyingi kelsa ikkisining farqi shu. Oldi kelgan vaqtida avval qo'shamini bujurdi, undan keyin qiymatni yo'llaydi. Keyingi kelgan vaqtida avval qiymatni yo'llaydi, undan keyin o'zining qiymatiga birini qo'shib turdi. Masalan, bu yerda. Yana buniki grammatikasiga kelsak, birinchi ahvolda oldida bo'lgan vaqtida asli bu bunday degan gap. Masalan, o'zgarish miqdoriga ma'lum bir qiymatni yo'llaymiz, ammo yo'llashdan burun qo'sh belgisi oldida kelsa, men shuni tushuntirib o'tay, ya. Qo'sh belgisi oldida kelsa, qanday qildi deganda, birinchi bo'lib qildigan ishi o'zgarish miqdor a deganimiz o'zgarish miqdor a niki o'zining qiymatiga birini qo'shib turdi. Ikkinchilab qanday qildi deganda, endi shu birini qitib bo'lgandan keyingi o'zining qiymatini qaytirib o'zgarish miqdor d ga berdi. Demakchilik, mana mushundaq oldida kelsa, avval qo'shamini bujurdi. Qo'shamini o'ziga birini qitib berib, qitibganda qiymatni qaytirib berdi. Bosqich buni. Oldi kelganda bosqich buni. Endi keyingi kelsa shu deganda, keyingi kelsa ikki mazmun o'zgaradi. Ya'ni bir bilan ikki o'zgaradi. Qanday o'zgaradi deganda, masalan, keyingi kelsin. O'zgarish miqdor d deganimiz teng bo'lsin. O'zgarish miqdor a qo'shilgan. Endi bunda mushak dars bek diqqat qilinglar. Shuni bek tushuntiramiz. Keyingi soatda biz o'zgardi kimish deganda unda bek inchilib ketmaymiz. Birinchi ahvolda avval qiymatni qaytardi. Yana o'zgarish miqdor a qiymatni yo'llab turdi. Avval qiymatni yo'llab turdi. Ikkinchi qiymatni yo'llab bo'lgandan keyin ikkinchi qitimda o'ziga birini qilib turdi. Mushu o'zgarish miqdor
A'ga o'zining qiymatiga birni qatib burda. Demak, bu ikki mazmun ostdan ustun. Oldida kelsa, avval qo'shni bijiramiz. Ondan keyin qimmatni yo'llaymiz. Keyin kelsa, avval qimmatni yo'llaymiz, undan keyin o'ziga birini qo'shib beramiz. Demakchilik, bu shunchalik oson, shunchalik oddiy, oldida kelish bilan keyin kelishni bu shunchalik tushunib olsak bo'ladi. Hamda ikkinchi mazmun o'zigidan kimish mazmuni. O'zigidan kimishmi shunga o'xshash boshda va oldida kelish va boshda kelishdek ikki xil alayligiga. Yana oldida kelish o'zgarish miqdor siningki undaq oldida keldi. İkincisi bo'lsa keyin kelish. Yana o'zgarish miqdor diniki mundaq keyin keldi. Demakchilik buningda anda keyin kelgan vaqtida birinchi qitimda oldida kelgan vaqtida birinchi qitimda avval mana shuna bir tanqilibday. Masalan, o'zgarish miqdor yig'a mana shuna qiymatini tanqilibday. Tanqilib etdim. Tunji qitimda yana men o'zgarish miqdor yig'a ma'lum bir qiymatni berib qo'yay. 74 bo'lsin. Ma'lum bir qiymatni berib qo'yay. Birinchi qitimda qanday qildi desa, avval ilish amalini bijirdi. Yana ilish amalini bijirdi deganda yana shu o'zgarish miqdor c'dan c'ning qiymati deganimiz teng bo'ladi. O'zgarish miqdor c o'zidan birni apburda. Yana birisi kamaydi. O'zining birisi faqat o'zi kamaydi. Chunki bu o'zigini kimish amali. İkinci xil usulda hamda qimmatni yo'llaydi. Yig'a o'zgarish miqdor yig'a qimmatni yo'llab berdi. Demakchilik o'zgarish miqdor y'ning qiymatimi o'zgarish miqdor c'ning qiymati asligidan birisi kamayib, uningki kamaygan qiymatni o'zgarish miqdor yig'i yo'llab berdi degan gap. Ham ikkinchi xil usulda buni men hamda mana deydimay boshqa mandroq qilib qo'yay, boshqa bir amalday. Endi bu yerga o'zgarish miqdor yanılam C bo'lsin. Endi birinchi bu oldi mava keyin kelsin hamda avval oldi kelishini so'rabdimiz. Keyin kelganda birinchi usulda qanday qildi desa, yana avval qimmatni qaytardi. Yana birinchilab qimmatni qaytardi. Endi qimmatni qaytarib bo'lgandan keyin ikkinchi qadamda o'zidan birini oladi. Shu qadam bosqich muhim, tushunish muhim. Ammo shuni yodlab olsanglar bo'ldi. Boshqa kelgan masalan, boshqa kelsa shu amalni bajarib, o'zining qiymatida o'zgarish hosil qilib bo'lgandan keyin anandagi qiymatni qaytardi. Keyin kelsa avval qiymatni qaytardi, ondan o'ziningki qiymatida o'zgarish hosil qildi. Shunday oddiy lakinda. Endi men masalan bu yerga equal o'zgarish miqdor y'ning qiymatini chiqaray. Andan keyin yana bir qurtashli o'tib o'zgarish miqdor t'ning qiymatini chiqaray. Endi kontrol aslan saqladim. Buni ijro qildim. Icra qilgandagi natija 73. Nimada bunda chiqdi deganda t'ning qiymatini chiqardim. Y'ning qiymatini chiqardim. Dasibida oldi. Olgandan keyin dasibida oldi shunday qo'y. Asli qiymat 74. 74 ni 1 ni olsak 73. 73 ni
yo'llab berdik. Yo'llab berdik. Demakchilik, yeni qiymat bo'lsa 73 chiqdi. 73 chiqdi. Hamda Tinin qiymatda bu o'xshash 74 chiqsa bo'ladi. Bu yerda chiqqan qiymat 73. 73. Buni ichib turay. Hamda bu jaqlay. Mavla. Bununki bunu biz inoqlayotmayapmiz. As inoqlamay ishlab bo'ladida. Ba'zi ishqisi yo'q. Avval buniki bir tal tipiga yoki tip belgilasak bo'ldi yoki belgilamay bevos ishlataversak bo'ladida aslida. Bir tal bir tip belgilab qo'yamiz. Masalan, tang. Bu 15 bo'lsin. 15 bo'lsin. 15 bo'lsin. İşədə bir dal tanlıq beləsi artıq ketib qapdı. Yəni təşvirini bilib qapdı. Həm də məyəldə xatalıq yox. Bunu icraq bitək. Həm də yəni çıxandı ki nəticə 73. Bu 73 həm də nədən çıxandısı bunu? Az tini qiyməti 73. Həm də mən bu ikisini içib durub birdən sürüşdürüb bitəylə. İçib duray. Birdən sürüşdürəylə. 73. Endi mav 73. Nereden kelgan 73? Bu ikisi nereden kelgan 73? Endi bundaq qilamiz. Birinchi qitimda sening o'zgarish miqdori sening qiymatda 74 da. Andan ikkinchi qitimda 74 da avval o'zini bir oldi, o'zining qiymati 74 dan 73 ga o'zgardi. Ondan keyin 73 degan qiymatni o'zgarish miqdori yig'ib berdi. O'zgarish miqdori yeni chiqqan vaqtimizda uning qiymati 73 chiqdi. Bu aniqlak endi. Hamda men ikkinchi qitimda ma'lum amalni bajardim. Sening asli qiymati 74. Buningdan yana dastlabki hozir kelgan vaqtida hamda misha kelgan vaqtida seningki yana demakchilik misha kelgan vaqtida sening qiymat necha degan 73 qo'y. Sening qiymati ham 73 bo'ldi. Misha kelgan vaqtida diqqat qilinglar, sening qiymati bo'lsa 73. Hozir mishada o'zgarish miqdor sening qiymati 73. Ya'ni o'zining qiymati 74 dan 73 ga o'zgarib ketdi degan gap. Chunki o'zidimi bir nolda emasmi? Shunaqcha o'zgarish miqdorining qiymati 73 hozir 74 dan. Hamda bu yerga kelganda o'zgarish miqdor 73 degan qiymatni avval tig'illaydi. Ondan keyin o'zini bir oldi. Demak, bu yerga vaqtida o'zgarish miqdorininki 70 hamda qiymatda, ya'ni 73 dan birini olgandan keyin qiymat bo'lsa 72. Endi men bu 72 mi emasmi shuni bir isbotlab boqay. Iko o'zgarish miqdor C. Demakchilik o'zgarish miqdori sening qiymatda 72 chiqqan bo'lsa, bizningki programmamiz muvaffaqiyatli bo'lgan bo'ldi. Demakchilik miktarda bir oxirlashtirish belgisi qapti. Bu doimo biz program tuzganda hamda xatolikdan saqlanib qolmaymiz. Mana cho'ngizlik qolganda qoladi. Saqlanmaymiz. Ammo shundaq bir xatolik yuz bersa, da qalab turib hal qilishni o'rganib sanab bo'lmaydi. 72. Sening qiymat 72. Demakchilik bizning ishlagan programmamiz mana shunda.
Har doimo o'zini birini ag'a vaqtida yoki qo'shib bergan vaqtida shu o'zgarish miqdorining qimmatining o'zgarib borganligini bilib olsak bo'ldi. Demakchilik o'zligidan kemish, o'zligidan ortish, kemish va o'zligidan ortish qimmatlari mushiyat oxirlashda diqqatinglar kelar soatlik darsimiz bo'lsin. Darsimizga qaytib kelsak, darsimizningki 6-cı türə, yəni logikalik amallar. Logikalik amal degəndə biz oturub düzgün ötken həmdə yoki emas degan şu addiy qilib 3 belgi asıl to'xtaylik. Həmdən biz and orqali ifodalaymiz. İkincisi or yakini biz or deb bilan belgiladik. Üçüncüsü emasni hamda mındaq ündeş belgisi bilan ifodalaydik. Hamda agar o'zgarish miqdor A bilan o'zgarish miqdor B niki ikkilisininki qimmati true, ya'ni ikkilisining qimmati rost bo'lgan vaqtida ikkisiniki hamda degan logik amal kelgandagi qimmati true bo'ladi. Qolgan vaqtda hammasi false, yolg'on bo'ladi. Ikkinchisi o'zgarish miqdor A bilan B niki yoki amal belgisi. O'zgarish miqdor A yoki o'zgarish miqdor B niki ikkisiniki xohlagan birisi rost bo'lsa, buning qimmati rost bo'ladi. Yani ikkisidan xohlagan birisi rost bo'lsa, uning qimmati rost bo'ladi. Faqat ikkisidan birisi rost bo'lsa bo'ldi. Endi uchinchisida emas amallar. Agarda o'zgarish miqdor A niki qimmati yolg'on bo'lsa, ya'ni yolg'on inkor qilsak rost bo'ladi. Demakchilik asli qimmat yolg'on bo'lsa, inkor qilgandagi qimmat rost bo'ladi. Asli qimmat rost bo'lsa, inkor qilgandagi qimmat yolg'on bo'ladi. Shundaq 3 xil amal bor. Bu 3 xil amal biz to'liq o'tirib o'rganib o'tgan bo'lgach, men bu yerda ortiqcha so'zlab o'tmay. Biz bu 3 ning qimmatlarini bilib oldik. Biz 3 ni asos qilgan holda kichik bir ulgu misol ishlab chiqaylik. Mesela o'zgarish miqdor deydigimiz ta'minida true, ya'ni logik qimmat. Endi o'zgarish miqdor A deganimiz ta'min bo'lsin, false, yana yolg'on bo'lsin. O'zgarish miqdor yana bitta rost qimmatni bir tal alay. W deganimiz ta'min bo'lsin, true bo'lsin, rost bo'lsin. Yolg'ondan yana birini alay. O'zgarish miqdor cheat tang bo'lsin, yolg'on bo'lsin. Sizlar shunday amaldan bir 4 ilib bir-birlab ishlab bo'lsanlar bo'ldi. Masalan, men bu yerga VW o'zgarish miqdor W deganim tang bo'lsin. Tanglikdan avval men bir tirnoq belgisi qo'ydim. Nimishqa deganda biz hisoblashning oldinligi, yana tanglik belgisi burun bijramdi yoki hamda belgisi burun bijramdi degandek tartibni o'rgatmadim. Tartibni o'rgatmagachga tirnoq belgisi orqali ham ifodalasak bo'ldi. Masalan, o'zgarish miqdor y bilan anda o'zgarish miqdor A. Bu yerda nima chiqadi deganda e'lon qilib men bat yuziga W mush o'zgarish miqdorini chiqarsam nima chiqadi deganda agarda yerda y bo'lsa true, A bo'lsa false, anda true bilan false niki hamda belgisi kelganda false ni yolg'on chiqadi. Demakchilik buningdan hech nima chiqmaydi. Bat yuziga quruq ko'ringan bo'lsa to'g'ri bo'ladi. Endi men bu yerni almashtirib W qilib o'tay. Endi bu yerdan men buni saqlab o'tib ijro qilib o'tay. Endi bu yerda true bilan true niki hamda belgisi, ya'ni true chiqadi. Ya'ni to'g'ri chiqadi. Endi men bu yerda or
or yoki ya'ni ras bilan rasniki yoki olat qilibdi. Ras bilan rasniki yokisidan shu ras chiqadi chiqadi. Hamda men yana emas holatda yana oldiga bir tal undash qo'yib yi aslida chutda yi aslida chutda buni inkor qilsak yani rasni inkor qilayotgandan keyin false bo'ladi. Yani demak bu yerdan false degan to'g'ri bo'ladi. False. Bo'ldi, men buni saqlab ma'uz etdim. Ma'uz etgandan keyin bu yerdan false chiqqachqa pat yuzda oq ko'rindi, ya'ni hech nima chiqmaydi. Demak, bu 3 amal to'g'risida. Yana birinchi amal bo'lsa anda hamda amali, ikkinchi amal bo'lsa or yoki amali, uchinchi amal bo'lsa emas amali. 3 amal ustida sizlar shunaqa ulug' misol ishlab o'zinglarga o'zlashtiryapsizlar bo'ldi. Biz 3 amalni ko'p ishlatamiz. Keyin odatda biz eng oddiy shu sondanda bir shartli jumla orqali shart orqali ifodalagan vaqtimiz bor. Mush jumlani ifodalaydi. Mush jumla orqali o'zimizning maqsadimizni uqtiradigan gap. Shunlashqa 3 amal sal muhimroq. O'zinglar birdan bir 3 ta ulug' misol ilib ishlab qo'yinglar. Misol darsimiz mishad oxirlashdi. Xayr qo'y. Darsimiz kelsak, darsimizning 7-chi amal belgisi yana xon amal belgisi. Xon amal belgisi deganda yana qanday hisoblashilib bordi deganda biz oldidan eng oddiy qilib birinchi bo'lib bit yana xona tushunsak ikkilik sistemadagi sonninki bir xonasi yana shunday ifodalaydigan sonninki bir xonasi ko'ksidi. Endi byte bo'lsa bu shu bitdan tuzilgan yani 8 bitni bir tal bit deb ataymiz. Yani 8 xondan tuzilgan son bo'lsa biz shuni byte deb ataymiz. Bu to'g'ri tushuninglar. Masalan, men ikkili xonadagi masalan bu ikkili xonadagi son bo'lib tursin. İkilik sistemini tushuntiryapman. İkilik sistem bo'lsa, kompyuterning ikki qismida ishlatilgan sistemadan iborat. Masalan, 0 dan faqat 1 dan tuzilgan ikki sondan tuzilgan shunday bir sistemni ko'ksida. Endi biz shularni saqlagan vaqtimiz bor, kompyuter buni o'z qismida ikkilik sistem bo'yicha saqlaydi o'shurni. Masalan, 0101 yoki 0001 deb shunday har xil bir kishi orqali o'xshash bo'lmagan usullarni o'xshash bo'lmagan bir kishi orqali ifodalab chiqadi. Endi shuningki bir xonasini masalan shuningki bir xonasini biz odatda bit deb ataymiz. Bir xona bo'lsa bit deb ataymiz. Endi bu 8 xona yani 8 bitni odatda biz bir byte deb ataymiz. Bu bir tushuncha. Ama shu bitniki ikkilik sanoq sistemasiga bir xonani bildirganligini byte bo'lsa 8 tal bit yani 8 tal xonadan tuzilganligini bilib olsak bo'ldi. Chiqariladigan mazmun shu. Endi bu yerdagi boshqalar biz o'rganib o'tgan ifodalar ekan. Endi A bilan B'ninki hisoblash usullari qanday deganda A bilan B'ninki yani V yunsan faqat birlam o'tirdik. Hamdaniki birlam taq kelgani bo'ldi. Biz shuni bir oddiy usulda o'rganib o'taylik. Yani birinchisi xona hamda, ikkinchisi xona yoki mush ikki amalni o'rganib o'taylik. Qolganlarni o'ngga so'lga yo'tkash bu to'g'risida biz bek aniq to'xtalib ketmaylik. Chunki bu aslida shu kasbiy bo'lgan yani kasb kompyuter bo'lgan o'quvchi bolalar o'rganmas bo'lmaydigan mazmun. Ammo bir torbikat loyihaga nisbatan buni o'rganishda bek cho'ng talab yo'q. Buni biz bilitlikka qo'ysak bo'ldi. Ishlatilishi asosiy jihatdan torbikatlarga vaqtimizda bek ishlatib ketmaymiz. Shundoq bo'lsin bir ikkini ulgu misol ishlab ko'rib o'taylik. Endi masalan biz ikkilik sistemadagi sonlarni shundoq ifodalandi. 0 yoki 1 faqat ikkilik lekin ikkilam holat ifodalangan. Buni biz ulgu misol ishlab boqay. Endi ulgu misol ishlash jarayonida ozroq tushunmasliklar mumkin. Tushunmasanglar shundoq bir xona almashtiradigan yoki xona hamda shundoq bir belgisini balig'ini bilibdiki qolsanglar bo'ldi. Bek tushunmagandak yoki bek shuni tushundim deb turmasanglar bo'ldi buningda. Yoki deb tushunmayman deb o'zingizga savol qo'ymanglar bo'ldi. Masalan,
o'zgaruvchi miqdor d deganimizga tang 5 bo'lsin. 5 bo'lsin. Men 1 deb olsam 5 deb olaveray. Tushunlik olsam bo'ladi. O'zgaruvchi miqdor c deganimizda 3 bo'lsin. 3 bo'lsin. Hamda o'zgaruvchi miqdor y deganimiz tang bo'lsin. Y deganimiz tang bo'lsin. O'zgaruvchi miqdor d bilan o'zgaruvchi miqdor d bilan o'zgaruvchi miqdor c-niki ma'lumotdan bo'lsin. Endi men buni chiqarib ko'rsatib boqay. Ctrl S dan saqladim, ijro qildim. Bir chiqibdi. Endi bizning qanday ijro qilayotganini men so'zlab o'tsam, oldin biz 3 deganimiz ikkilik o'nliq sistemadagi 10, yani 1 deganimiz ikkilik sistemadagi 0 deganimiz o'nliq sistemadagi 0 deganimiz ikkilik sistemadagi 0 0'miş şu. İkilik sistemadagi mushunaqdan bo'ldi. Endi 1 deganimiz mana shunaq bir ugunib ko'rablan bo'lsanglar bo'ldi. Sizlarga bek yuqurtalab yo'q, cheklim yo'q. 1 deganimiz o'nliq sistemadagi 1 deganimiz ikkilik sistemadagi 0 0 0 1 shu. Shunaq tushunib tursanlar bo'ldi hozir. Shunaq ifodalab buni masalan 3 ga vaqtimizda 3 deganimiz 10 bo'lgan va masalan 3 deganimiz o'nliq sistemadagi 3 deganimizni ikkilik sistemadagi 0 0 1 0. Shunaq ifodalash bo'ladi. Endi 5 ga vaqtida shunaq surib olsanglar bo'ldi o'zinglar. 4 xona orqali ifodalab 5 ga vaqtida 5 ga vaqtida masalan 4 desak, u chaqda 4 11 5 deganimiz 100 bo'lamda. 11 100. 5 deganimiz 100 bo'ldi. 5 deganimiz 100 bo'lsa, endi shundan ikkisining xonasi, ya'ni 0 bilan 0 kelsa, qanday 1 ifodalanda. 0 bilan 0 hamda kelganda yana hamda buni ikkisiniki xonasini 0 0 1 0. Shundan bilan 0 0 0 100. 0 100. Shundan ikkisiniki natijasi. Hamda ikisidan 0 bilan 0 niki hamda kelsa 0. 1 bilan 0 ning hamda kelsa yana o'xshash 0. 0 bilan 1 ning hamda kelsa yana 0. 0 bilan 0 ning kelsa yana 0. Demakchilik bu asl chiqadigan qiymat 0 chiqsa. Bundan chiqib kelsak asl chiqadigan qiymat 0 chiqsa to'g'ri bo'ladi. 0. Yana 0 bilan 0 ning 0 chiqadi. 1 bilan 0 bilan 0 chiqadi. Faqat 1 bilan 1 kelganda 1 chiqadi. Shundaq ayirib chiqaradi. Yana bu yerdan shundaq hisoblash ilib bo'lganda buni shundaq hisoblab bordi. Avval o'nliq sistematik sonni ikkilik sistematik songa aylantirib, ondan hisoblash ilib bordi. Üç bilan 5 ni buni shundaq ifodalaymiz. Buni kenik surib mangayversak bo'ladi yana shunga o'xshatib. Hamda buni ikkisining logik hamdasida chiqadigan qiymat asli biz xato ilib bordikmi yoki buni tekshirib o'tay. 2 da mau 0 1 vaqtida 1 2 vaqtida 10 bo'libdi asli. 2 vaqtida 10 3 vaqtida 11. 3 vaqtida 11 ekan. 1 vaqtida 01 2 vaqtida atlab o'tib qopmiz. 2 vaqtida yani o'nliq sistemadagi 2 ni ikkilik sistemadagi 0 0 1 0. Bunda ifodalaymiz. 3 ga vaqtida 11 bo'ldi, 4 ga vaqtida bu 100 bo'ldi, 5 ga vaqtida 101 bo'ldi ekan. Yani 4 ga vaqtida o'nliq sistemadagi 4 ni ikkilik sistemadagi 0 0 0 1 0 0.
Endi 5ni ol 101. Mandaq ifadelaymiz. Yani mesela mava o'nliq sistematiki 0, mava ikkilik sistematiki 0. Mava o'nliq sistematiki 1ni ikkilik sistematiki 1 ga aylanadigan qimmat. Shunday aylanib keldi. Endi mava masalan 3 deganimiz 0 1 bo'ldi. Mava o 5 deganimizni 0 1 0 1 bilan ifodaladik. Endi 1 bilan 1'nikka ifodalanan qiymat bo'lsa 1 1 bilan 1ning hamdasi 1. 1 bilan 0ning hamdasi bunun chiqqan qiymat 0. Yana mavo ikkinchi retdiki birinchi xonasini surishtirib bo'ldik. Ikkinchi xonasi 1 bilan 0ning hamdasi 0. Uchinchi xonasi 0 bilan 1ning hamdasi yana 0. Yani 0. To'rtinchi xonasi 0 bilan ankodinglar ama xonvochi. Bunda astim usta. 0 bilan 0ningki hamdasi yana 0. Demaklik 0 0 0 1 ikkilik sistemadagi mushsan. Endi surishtirib kelsak, o'nliq sistemadagi buni ma 1 bilan tangdashgan. 1 bilan tangdashgan. Demaklik buniki torbat yuzida urilib chiqadigan qiymat bo'lsa 1. Hisoblash qilib berganda mana shunday hisoblash qilib berdi shu. O'nliq sistemadagi soni ikkilik sistemadagi songa aylantirdi. Shundan xoni bo'yicha xonini to'g'rilashtirdi oldi bilan. Undan keyin xoni bo'yicha hamda ilib ber. Hamda belgisi ilib bergan gap. Mana bu xoni amal belgisi. Bu bir qadar murakkab, tushunmakmi bir qadar tez bo'lgan mazmun. Shunga o kasbiy kompyuter bo'lmagan bolalar bo'lsa, buni tushunmak bir qadar tez. Ammo mushunaq amal ba, mushunaq amalni mushunaq bijirimiz, amalni bizish jarayoni mana shunday bo'ladi. Sizlar faqat mundaq iste'molni, yana buniki birinchisi bo'lsa xona hamda ikkinchisi bo'lsa xona yoki odatda bu bir tuzchi qilingan ifodalangan. Men mushbaglar orqali qo'yib qo'ygash turay buni. Mushbaglar orqali. Aslida buniki ikkinchisi bo'lsa, buni holatda. Mana mana bir tal ustidan qolgan tuzchi holatda. Üçüncüsü bo'lsa not yana ta'tirsiz ko'rish. Buni ta'tirsiz ko'rish deganda qanday qildi desa, mushun bir ishlab baqa. Yana oldidagi ma'vo belgi ta'tir ko'rish, not degan belgi. Üçüncüsü bo'lsa not. O'sha uchinchisi sal amaliyroq turda uchinchisini ishlab chiqaylik. Masalan, endi 5niki asli qiymat ma'vo, 10ning 5niki ishlasini ifodalanishi mundaq bo'ladi. Yani 0 1 0 1. Unda asman shuni bir ifodalab chiqay. Deganimizni diğrini qilmayman. O'zgartirish miqdor dini ta'tir o'rganga kisdan bo'lsin. Endi equal R. Shuni chiqarib qo'y, qanday chiqadi ekan? Ma'ni hamda itib turayim deb buni. Ya, izohatimiz qanday turay. Qalanlar. Yana xonini ta'tirsiz ko'rish. -6 chiqibdi. -6. Buni avval buni bundaq qilsalaydi. Buni qalaydigan bo'lsak 5 ni avval ishlik sistemaga aylantirsa 0 1 0 1 bo'ldi. Hamda 0 1 0 1. Bu buni 5. Asl 5 ni qiymat shunday bo'ldi. Endi buni ta'tirsiz aylantirsam qanday bo'ldi desam, 1 ni ta'tirsiz aylantirsak shu 0 bo'ldi. 0 ta'tirlansak 1 bo'ldi. Shunday bo'ldi. Ta'tirsa buningki ta'tir amal belgisi tang bo'lsin. Yana eng dastlab 0 ni aylantirsak 1. İkinci qismda 1 ni aylantirsak 0, uchinchi qismda 0 aylantirsak 1 0. Mundaq bo'ladi. Endi bu biz faqat buni hozir bundaq 4 xon bo'yicha oldik, ammo kompyuterning ikki qismida qanday qaraydi desa, ba'zanda buni shunday bir asli kodni mundaq 4 xonga qarab beradi. Shuningga buni men bek inchiklab tushundirsam, hozir sizlar baqibsizlar. Shuningga buniki shunday amal belgisi borligini ham xon amal belgilarining borligini oddiygina tushunmasanlar bo'ldi. Xon amal belgilarining birinchisi hamda xon hamda ikkinchisi xona yoki uchinchisi
ta'tir amal belgisi. Yani xonani ta'tirga ko'taradigan amal. Demaklik bizningki xon amal belgilari bilan tanishib o'tishimiz mushat oxlashda darsimiz ninki kelarki soatlik darsni ko'rishaylik. Xo'sh. Darsimiz qaytib kelsak, darsimizningki 8-chi amal belgisi bo'lgan xatolikni kontrol qilish amal belgisi. Endi bu degan nima deganda, masalan, shunday bir ishlar bo'lib turib, masalan, men mana o'zgaruvchi miqdor asliligimizni tang 10 bo'lingan 0 qilib soldim. Yoki 0 qildim. Yoki ehtiyojlikni ashunda qilib soldim. Yoki bo'lib qoldi. Masalan, men endi buni ijro qilgan vaqtimda kontrol aslan saqladim. Ijro qilay. Ijro qilgan vaqtimda batizda mandaq warning, yana xatolik uchra yoki mana jingo degan ma'noda. Warning o'zi jingo degan ma'noda. Endi 11-qurda xatolik bor deb chiqarib berdi. Men 11-qurda qoladigan bo'lsam shu mushtaqmish shu. Yani bölüngüçten 0 bas bo'lmaydi. Yani har qanday son 0 ga bo'lishib bo'lmaydi degan qoidaga yetolib qoldi, xatolik ko'rinib qoldi. Endi men shuna xatolik chiqib qoldi, xatolikni har doim biz saqlab bo'lmaymiz. Chunki biz har doim shu kod bilan gaplashamiz. Kodni bir yig'ib deb bir tarafiga tuzash deganda ba'zanda kamida bir yuqoridan chiqroq kod yozuq deganda yuqorisi mingni chuqur kod tutilgan gap. Shuningcha u xatolikni biz sodir qilmaymiz deb shuncha tirsaqma ba'zan endi chiqib qilish bu odatdagi ish. Endi buni biz xatolik chiqib qolganda bunda boshqalar ziyorat qilaman desa, bizning ko'prikimiz manda xatolik ko'rinib tursa, bo'lmaydi. Endi xatolik chiqdi, ammo buni xatolikni ko'rgishlar yoki boshqa mening to'r bitimni ziyorat qilishda ko'rmisin yoki birlashmisin desak, buning aldığı bir tal xatolikni kontrol qilish belgisi. Alfa belgisi. Alfa belgisini bir tal qo'yib o'tdim. Alfa belgisi qo'yilgandan keyin bu xatolik torbat yuziga ko'rinmaydi, chiqmaydi. Yana iko qilib men bu alfani odatda biya qo'shib bo'ldi va yoki aprib buni kesib olam olay. Aslida xatolik chiqqan joy bu bosh qo'shsak bo'ldi. Ham biya qo'ymasam sal muvofiqroq, chunki xatolik chiqqan joyim shuga chiqar. Manda qilsam endi bu yerdan o'xshash xatolik chiqmaydi endi o'ganda. Mana bu xatolikni kontrol qilish yoki masalan bu yerda men ma'ni cho'ng yozgandan keyin asli manda kichikni tanlang deb men holat chiqdi. Yoki bo'lmasa men belgimiz topolmadik deb chiqib izlab berdi. Hemen bunu icra qilgandan keyin endi ko'rsak -63 chiqibdi. Bayağı holat mavjudda xatolik chiqmadi. Demak, xatolik uchun biz bat yuzga chiqarmadik. Bu mana xatolikni kontrol qilish belgisi yoki ko'rsatmaslik belgisi. Ya'ni shu alfa belgisi shu. Bu saat dersimiz müşahid oxirlashdi. Ders so'zligicha parad tursin. Darsimizningki eng oxirgi mazmuni, ya'ni ifodalik hisoblash belgisi. 3 ifodalik hisoblash belgisi. Yani bunu biz oldidan ifodadan bir skilda shu ifodaga qarab turib qiymatni biz hisoblab ilib chiqaramiz. Endi bu qandoq deganda, masalan, eng oddiy qilsa biz bir ilgim solashaylik. İşegilen qilay. Ya chu falskan qo'y. Anda agarda buni 3 cho'ng 3 kichikda 3 kichik 5 kichik 5 shundoq bo'lsa aldigan qimmat yerda men o'zgarish miqdorini birini belgilab o'tay. Deydiganimiz tan olsin. 5 mo.
Dek buni mu desakmi bo'ladi. Shundaqmi, shundaq emasmi degandek. Endi birinchisi agar shundaq kichik bo'lsa, oldigan qiymati nima bo'lsa, shundaq bo'lsa oldigan qiymati kichik bo'lsin. Kichik bo'lsin. Kichik bo'lmasa, oldigan qiymati cho'ng bo'lsin. Cho'ng bo'lsin. Cho'ng bo'lsin. Yani odatdagi bir ifodalash belgisi bir tal ifoda, undan keyin ikkinchi ifoda, undan keyin uchinchi ifoda. Dalmış mahaletken hemen müşine bir en adli adette kılıp çıkar. Özgürlüş miktar şey degenim tam olsun. Bir da birinci ifadə var. İkinci ifadə var. Üçüncü ifadə bir yerdə. Axırlış belgisi. Deməçilik mana şundaq holatda. 3 birinchi ifodənin qiyməti əgərdə rast bo'lsa, ikinci ifodəni yollab burada. Yani qiymat qilib yollab burada. Agarda birinchi ifodənin qiymati yolg'on bo'lsa, uchinchi ifodəni aladi. Yani masalan, bu qandaq degan gap desa, bundaq. Ifoda 1. Ifoda 1. Bu bir odatda solishtirma qanday ifoda bo'lsa, bo'ladi. Shuni qiymati qarab turib yollaymiz. Ifoda 2. 2. Yoki ifoda 3. Masalan, ifoda 1niki qiymati qurilsa, ya'ni qiymati rost bo'lsa, undaq bo'lsa, ifoda 2 qiymatini yollab turdi. Agarda bu qurilmasidagi qiymat yolg'on bo'lsa, ifoda 3ning qiymatini yollab turdi. Demakchilik 3 5dan cho'ng bu. Endi mu degan ma'noda ifodalaydi. 3 5dan cho'ng bu. Shundaqmi? Shundaq bo'lsa, buni yollab turing. Shundaq bo'lmasa-chi, ma'no qiymatini yollab turing. Undaq bo'lsa, equal qilib chiqarib turay. Equal Ctrl S'dan saqladim. Cho'ng. Demakchilik 3 5dan cho'ng bu. Cho'ng emas, ya'ni false bo'ldi. Qiymati false bo'ldi. False bo'lganda ikkinchi qiymatni ifoda, uchinchi ifodani oldi. Biroq 3-chi ifodani oldi, 3-chi ifoda chiqib turdi. Demak, men ikkisi almashib qolgan. Men almashib qolsam mayli, ammo ilish qiymati to'g'ri. Masalan, shu bo'lganda, ya'ni ifoda 1ning qiymati shu bo'lganda ifoda 2ni oldi. False bo'lganda ifoda 3ni oldi. Shundaq, ya'ni shundaqmi degan ma'no chiqdi. Shuni ignorasanlar bo'ldi. Ya'ni buning ifodasi ifoda 1. Ifoda 1. Endi so'roq belgisi. Ifoda 2. Ifoda 2. Andan keyin qo'shib ket. Ifoda 3. Ifoda 3. Endi buningda ifoda 1niki qiymati true bo'lsa, qiymat true bo'lsa, ifoda 1 qurilgan vaqtida true bo'lsa, ifoda 2ni oldi. Ifoda 2ni qiymat qilib qaytardi. Endi false bo'lsa, ifoda 3ni oldi. Ifoda 3ni qiymat qilib qaytardi. Demakchilik mana shunday oson. Müştük asan. Müştük bilasanlar bo'ldi. Buni biz keyin if jumlasi qo'limiz tuganganda if orqali ifodalasak bo'ldi. Biz mushtaq bir ifodaning baliqni tushunib olsak, hozircha o'rganib o'tib ketsak bo'ldi. Endi mazmunimizningki oxirgi qismida boshqa alayda mazmunlar debdi. Buningda biz boshqa funksiyalar so'zlaganda hisoblash olib boramiz. Endi hozir eng oxirida o'rganib o'tmoqchi bo'lgan mazmunimiz hisoblash oldinligi. Hisoblash oldinligi. Yani hisoblash oldinligi deganda nimani ko'rsatadi desa, hisoblash oldinligi degan nimani ko'rsatadi desa, yani mundaq.
biz matematikada eng oldindan o'rganib o'tgan qo'shish elish kelsa qaysi boshda kelsa shuni bajaradi shunaqmi qaysi boshda kelsa shuni bajaradi an navoda ko'paytish bo'lishga bo'lib qolsa ma'noda qaysini boshda kelsa shuni bajarsak bo'ladi yoki qaysini bajarib o'tib undan keyin oxirida ko'rsak bo'lardi bosh oxiri o'xshash natijasi o'xshash ammo ko'paytish bilan bo'lish kelgan vaqtimizda o'xshamaydi bu ikkisidan qaysi boshda kelsa avval shuni bajaramiz undan keyin keyindikini bajaramiz hamda yana bizningki PHP'da logikalik hamda chiqib qoldi logikalik hamda yoki bo'lmasa mundaq emas yoki xon amal belgilari degandek bir qancha amal belgilarini biz o'rganib o'tdik bular bir patman amal belgilari bor ana mushunaq amal belgilarini men aralashtirib ishlatdim ammo qaysi burun ijro bo'lar qaysi keyin ijro bo'lar degan nuqtada men oddiylam so'zlab qo'yay buni siz bek asrab ketmasangiz bo'ldi programmani loyihalaguvchi siz biz loyihalayapmiz programmani unda qolganda biz o'zimizning maqsadimizni muddaimizni obdan uqamiz unda qolsa masalan mening maqsadim avval qo'shib unga ko'paytirish bo'lsa masalan avval bir qo'shilgan ishga unga ko'paytirish bo'lsa mana avval bir ikkini qo'shib berib unga ko'paytirish bo'lsa biz buni to'qqiz qilib bunday qilsa mush tirnoq belgisini qitiblam ishlatsak bo'ladi unda qilsa siz o'zingizning maqsadingizni uqtirish vaqtida mushunday tirnoq orqali lakinda ilib tirnoq ilib lakinda siz o'zingizniki qaysi boshga kelsa shuni shu amal belgisini o'zingiz hisoblab qilib olsangiz bo'ldi bunda bek cho'ng masala yo'q tirnoq orqali lakinda hisoblashniki oltganlik farqini bekitimiz har doimo tirnoq oldin qilishni o'rniturda avval qo'shishni andi ko'payishni belgilaydi avval tirnoq qilsak bu o'zgarib ketadi u chog'da demakchilik siz o'zingizning maqsad muddaingizni uqtirish uchun tirnoq belgisini ishlatib lakinda hisoblashniki oltganlik prinsipini o'rlashtirib olsangiz bo'ldi men bu yerda boshqa birinchi o'rinda hamda yoki man turg'izida ikkinchi o'rinda yoki turg'izida deb men bu yerda sizga bir patna formula chiqarib berib yodlang deb o'tasam bo'lmaydi shunga oddiy qilib tirnoq orqali lakinda hisoblashniki oltganlikini biz o'zimizniki to'g'rilay qilamiz qilsak bo'ldi demak endi bizniki shu 5 bob darsimiz yana PHP'niki amal belgilari haqida to'xtalishimiz bu yerda oxirlashdi